Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024 yil 8 oyning 24 kuni shanba kuni tushdan keyin. Bugun men Amerikaning iqtisodiy ahvoli haqida ham yana sog'lomlikqa, ya'ni yashinishga aloqador bir uchur ham yana pensiya puli haqida va navbatda mavjud bo'layotgan tor aldamchiligining har xil shakllardan saqlanish haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. O'tgan juma kuni Amerikaning Markaziy bankisining boshlig'i Jeremy Powell 9-oyning 17-18 kuni ochiladigan yig'inda Markaziy bankining o'simini kesidiganligidan shapivadi, ya'ni buning ehtimolligi intayin cho'ng. Nimishqa? Xuddi mashina haydagan vaqtda surat bak tizilishib ketgan vaqtda onu tanışaş gerek. Onu suratını asılış gerek. Eğer bak astı menip ketken vaxtda onu tizildiş gerek. May besip. Şuna oxşaş. İqtisadi faaliyetlarınki aylanışıdımı? Markaziy bankininki yetmekçi boğan məqsidi iqtisadның işini barlıq keltiriş, işsizlik nispetini töveltiş, yani işe uruluş fürsətini köpəytiş, ananınkin baharın muqimliğini qoğdaş. Bu deganlik pul pahalılığının yüz berişinin aldını eliş. Adətdə biz dedik, pul pahalılığı 2% ətrafıda yılda 2%'dan aşsa qobul qiyğılı buludğan hesabda təbiirək qobul qiyğılı buludğan işe işləb. Amma onundan jiqolab kelsə, jiqolab ketkini. Yani o kişilərin könlünü biyaram qılıdı. Cəmiyyətdə muqim kirimge, yani pensiya puluğu tayinib yaşaydiganlarning ham maaş töven adamlarninki turmuşda egizbaslik paydo qiladi. Ham boyliqning taqsimlanishini adadin ziyoda bir xil tazi barobar bo'lmagan shaklda chechib o'tadi. Shunlashqa Markaziy banka bir tarafdan pul bahadagi o'zgarishga diqqat qildi, yani bir tarafdan iş qurilishi yoki ishsizlikqa masalasiga diqqat qiladi. Amerikaning Markaziy bankisining boshlig'ini Amerikaning prezidenti tayinlaydi, ammo Markaziy bankining yurgizgan siyosati Oqsaroyning siyosatidan mustasno holda bo'ladi. Mayli u Markaziy bankining boshlig'ini mayli Demokratlar partiyasidan bo'lgan prezident saylasin yoki Demokratlar partiyasidan bo'lgan prezident saylasin, Markaziy bankining boshlig'i bo'lgan adam davlat manfaatini chiqish qilib siyosat yurgizdi. Ya'ni bir davlatning, bir jamiyatning aylanishida iqtisodiy muqimlik, iqtisodiy gullanish intayin muhim. Ya'ni fuqarolarninki, aholininki turmush saviyasining, moddiy turmush saviyasining o'sishi, ularning, ya'ni jamiyatda har qaysi qatlam bo'ladi. Irq, e'tiqod, yosh, cins boyunca, hem köçmenlik tarihi, yani kelib chiqish tarihi boyunca, irq boyunca da bularninki fursatlarga erishish, yani shu iqtisodiy gullanishda yoki ish qurilishda fursatlarga erishishninki ehtimolligi qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu nisbatan tinch va gullangan bir jamiyatninki moddiy asosini ve ijtimoiy muhitni paydo qiladigan gap. Shunga 2022 yil yozda Amerikaning pul pahalılığı 9,10% ga yetgan. Anadan keyin Markaziy banka o'simni qayta o'stirib 4%dan 5,13% ga, ya'ni Federal Funds Rate deymiz. Bu Markaziy banki iste'molchilar bilan bevosita aloqa qilmaydi. Banklar bilan, har xil banklar bilan aloqa qiladi. Her xil banklar, mablag'chilik banklari, savdo banklari, bular bir-biriga 24 soat pul qarz berishda bir-biridan oladigan pulning o'simi 5,13%. Unda olgandan keyin shu banklardan, masalan, o'ylash uchun siz Bank of Americaga bordingiz yoki bo'lmasa yerlik community, jamoat bankasiga bordingiz, borgan vaqtda ular qo'pab sizga 30 yillik qarz olsangiz 7% mortgage, yani öyle için alın qarzdan nisbətdə 7% deb
Aşı 7% bilan 5,13%ning o'ttirsikni bular tepib yeydi degan gap. Şuna bu yerda Markaziy bankka o'simni o'stadi deganimizda, shu xil banklarning har qaysi xil mulozimatni asos qilgan banklarning savdo banklari, mablag'chilik banklarining bir-biri bilan pul qazib turishningki 24 soat ichida qo'ydigan o'sim nisbini ko'rsatadi. Ammo u iste'molchilarga, shirkatlarga yoki aholilarga yetib borgan vaqtda u ish mangdi degan gap. Endi bu 20 yildan buyon eng yuqori nuqtaga yetdi. Ya'ni 20 yildan buyon Amerikaning Markaziy bankasi o'simni bunchalik o'stirib boqmagan degan gap. Ya'ni 2022-yili yozdan boshlab pul pahalılığı o'sgandan keyin hozir qadar o'tgan yilning oxiriga qadar 11 qatim o'stirgan, undan keyin o'stamadi. Ya'ni biz o'tgan qatim Amerikaning iqtisodini yumshoq qo'ndi dedik. Ya'ni uchib kelayotgan aeroplan bo'ron chapqinlarning ichida sog' salomat qo'ndi dedik. Ya'ni ishsizlik haddidan ziyodi, ishsizlik eshib ketmadi. Pul pahalılığı tizginlanishi qarab mangdi deb. Mana hozir 7-oydagi sonliq ma'lumotlar nimani ko'rsatadi desa, Amerikaning emgak bozorida azroq suslishish ko'rdi. Ya'ni xizmatdan qilib ishsizlik qutqizish puli iltimos qilgan odamlarning soni eshib, ishsizlik nisbati 4,3% ga yetdi degan gap. Ammo pul pahalılığı 3% dan to'van. Halga yetdi. Ya'ni 9,1% dan 3% ga tushdi degan gap. Bu nimani tushuntirdi desa, Markaziy bankning o'simni qisqa vaqtning ichida ko'p debda ham cho'ngroq hajmda o'stirishining foydasi bo'ldi, rolini ko'rsatdi degan gap. Lekin iqtisodiy faoliyatlarda hamisha undaq yumshoq qo'ng'ili bo'lmaydi. Tasodifiy voqealar masalan Covidga o'xshash yoki bo'lmasa urush, rayonlik urush, hozir dunyo urushidan biz eg'izlashmaymiz. Bundaq bir ishlarningki yoki cho'ng davlat o'rtasidagi munosabatning jiriklashishi yoki harbiy to'qinishga aylanib ketishi va yoki iqtisodiy jidal majroga aylanib ketishi bu dunyoning iqtisodiga ta'sir ko'rsatgani bilan dunyoning navbatdagi mavjud siyosiy tarkibiga uni linchishga uringani bilan, ammo cho'ng jihatdan olganda ikkinchi dunyo urushidan keyin qurilgan g'arb, ya'ni ittifoqdosh davlatlar qurib chiqqan hozirgi dunyo tarkibi Amerika boshchiligidagi buni oldirab o'rib o'tolmaydi. Bu hozirgi ahvol shu. Shunga mushundaq bo'lganlikdan bu iqtisodiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatgan har xil tashqi omillar bor. Ular iqtisodiy ma'lum bir davlatning, masalan, Amerikadagi davlatning iqtisodini oz-to'la ta'virtalishi mumkin. Shunga ba'zida qattiq qo'nish masalasini paydo qilib qo'yishi mumkin. Bu deganlik ishsizlik nisbati haddidan ziyodi eshib ketgan. Bu chaqda nurg'un odam ishsiz qolgandan keyin milliy daromadning yoritilishi-mi yaxshi bo'lmaydi-da, iqtisod chekinadi. Iqtisod chekinadi. 2 mavsum, ya'ni 6 oy iqtisod keyin-keyindan chekinsa, o chaqda biz uni recession deymiz, iqtisod cho'kishi qarab mangdi deymiz. Agar bu uzun mazgil davomlashsa, iqtisodiy nurg'un odam ishsiz qilinvergan ish bo'lsa, bu odatda krizis va bo'hronni paydo qildi. 2008-yilda yuz bergan pul muomala krizisini biz krizis deymiz. Ko'lam jihatdan, ta'siriy jihatdan u 1929-yil yuz bergan iqtisodiy bo'hronga qaragan vaqtda u ajizroq bo'lganligi uchun. Bu qitim Covid da yuz bergan vaqtda iqtisodshunoslar, ya'ni Kennesga o'xshash, Rogovga o'xshash Harvardning iqtisodshunoslari qo'pib, Amerikaning iqtisodiy, dunyoning iqtisodiy 7 yilgacha o'rnini tura olmaydigan undaq bo'lmadi. Vaksina, ya'ni fan texnik xodimlarningki kuchab tadqiq qilish bilan vaksina ijod qilindi. Amerikaning vaksinalari Germaniyadagi haliqi turk ayol bu ikkisining ijod qilgan vaksinasi, ya'ni fan texnikning kuchi bu, fan texnikning kuchi. Mana shu vabaningki tarab ketishining oldini va kengayib ketishining oldini oldi. Shuning bilan kishilar iqtisodiy faoliyatlar, ijtimoiy hayot asli kelishga boshladi. Hozir mana buning ko'langisidan, yana vabaning ko'langisidan, iqtisodiy chekinishdan Amerika bosh yo'lab qutulib chiqdi. Iqtisodi nisbatan yaxshi. Emgak bozori garchi suslashgan bo'lsa-mu, ammo yanlam kishilarning qo'lida pul bor,
Haqlar yanına pul xərcləyirsiniz, faqatla kişilər nəsə alğan vaxtda diqqət qılıb aldığan oldu. Yəni yana bir səbəb bu Qərb əllərdə, məsələn, bu Yaponiya yoki Yaponiya Asiyada, Qərb əllərdə, məsələn, Avropadakı dövlətlərdə kredit kartı işletiş nisbətən umumlaşıb getdi. Kişilər inovatli kartçıkını köprək işletib aldığan əhval Amerikada biraz gəvdilik. Yəni inovatli kartçık şirkətləri 0%lik ösüm bilən manşilək pul berib durmuz deydi. Haqqını töləməydiğəndək işletib oldu. Şunlar nəticədə o vaxtı töləməyəndəkin umumi sommunu $10,000 olandı, $20,000 olandı, onun ösümüş getib qaldı. Şuna hazır məşə əhval həm də kreditkarını dərhal özünün dəl vaxtı töləməyəndəkin haqlı kreditkarını inovatli kartçıkını işletib etib, məşə cəhətdə qərzsal jiqib qalğan əhvallarını dəvatıdı. Umuman aytqan vaxtda Amerikanınki əmgək bazarda azraq susluq pul baha tizginləndi. Əmdə işsizlik nisbətinin işib getişinin aldını eliş üçün bular qattiq qonuşni əlaqə xalamaydı. Məsələn, mən cismani azab yesəm, bir işki muş yesəm, qosqum toysun degenge oxşaş azraq bədəl töləş arqılıq, yəni pul pahalılığınınki müəyyən persentdə mövcud bolışığı yol qoyub, işsizlik nisbətinin tövən bolışını qolğa keltiriş, amma bu bir xil usul. Jeremy Powell'larınki bir neçə ildən bu yanqı yürgüzgən makroluq pul siyasətinin təsirində hər halda iqtisad yumşaq qondu ötən ilin axırda. Bu yıl yumşaq qonudu deyilən gəp. Bu yıl çıxay dəvatıdı, yəni 4 ay qaldı. Şuna hazırkı mölçərləşdən qarğan vaqtda 9 ayının 17-18 günü Amerikanın Mərkəzi Bankası ösümünün 0,5% kesildi deydi. Yəni 5,13%, 4,19% düşü deydi. Kelər yılğa bağan vaqtda kesilgan umumi ösümünün nisbeti 1,5% ətrafıda boludu deydi. Şunaq bolğanlıqdan 1,5% kesip qalsa nə vardı? Bu öy alımız deydiğanlığa, anadan keyin maşina alımız deydiğanlığa, yəni bəzilər azraq $3,000 töləb qoyub alıdığan işləm bağa, bunlar nisbətən bir çoğun bularınki istimalını, öy alımız deydiğanlığın istimalını aşırışda bunun təsiri var. Yəni ösüm degənin özü pul qəz elişinin bahası. Bu baha tövən bolğan vaxtda köprək adam qəz alımız deydi, iqtisadqa pul kirdi. Mana pul muamele bazarı mana muşu xil expectation dep qoyumuz. Mana muşu xil ümid yəni haqla pul elişinin tənlərqə azam bolsa, nurgun pul iqtisadqa kirdi, pul aylındı. Şuna iqtisadi işler yaxşı oldu da bazar, ama pay çekideki cümə gündən bu yan pay çekideki kötürülüş mana bu səbəbdən. Xoş, əmdə mən ikinci gəp şu pension toğrusunda abuntular sorab diken pensiya pulu. Pensiya pulu degenimizdə adətdə adamlar xizmətdən yaş məlum bir yerə yetken vaqtda əmgəkdən qilib yaşanğandakı hayatını ötküzüş üçün kişilər uçraydığan iki mühim nəsə var. Şimdi ama birincisi sağlamlıq məsəlesi, ikincisi iqtisadi məsələ. Bu bizdən bu yerdə dəvat qılımız pensiya pulu degenimizdə bu sizinki Amerikada bolsanız işləvatqan ornunuzğa beqib boladı. Məsələn, Amerikada siz xüsusi şirkət işləsiniz, şirkətiniz maaşınızdan bir qismiga pul qoyub berdi pensiya pulluk üçün. Ondan özünüz mü qoyuyorsunuz? Yaşınız 50 yaşını tüvən bolsa, bu yıl ən cıq qoyalaydıgan pulunuz $23,500. Bunu məbləğçilik şirkətlərə havalı qılındı bu pul. Məbləğçilik şirkətləri bunu pul muamele bazarına selib, ta ki siz hazır 30 yaşlı adam bolsanız, 67 yaş kirgiçə 37 yıl pul muamele bazarında aylındı bu pul. Xuddi qar pomzakları, yaqqan qarlarını pomzak qılıb qarboğa aylandırğandək, siz pensiyaga chiqqan vaqtda pulunuz jığıldı degan gap. Yani hazırdan başlap qoyupmansınız. Eğer siz ammavi, mesela ştatlık üniversitelerde, tədqiqat orullarda, ştatlık doktorxanalarda, hökumət tarmaqlarda işləsiniz, meyli mərkəzi hökumət səviyyəsində, mesela diplomat olsunuz və ya ki olmasa yerlik hökumətininki maliyyə bölümlərində işləsiniz, ya ki qatnaş nazaretlərdə işləsiniz, ya ki yerlik hökumət işləsiniz, bu
sizning pensiya pulingiz boshqacha bo'ladi. Ya'ni siz ijtimoiy sug'urtadan olmaysiz. Ammo ba'zi ijtimoiy sug'urta degandan-ki Amerikadagi ijtimoiy sug'urtaninki bu bir xil sug'urta endi. Buning paydo bo'lish to'g'risida men bir necha qatim so'zladim shu kanalimda. Bu asosligi shu yashangan anandan keyin ota-onasi yoki jo'risi o'lib ketgan turmushni qijlangan odamlarga ashularning moddiy jihati uchunmi deganda yeyish ichish ishlarga bo'lsa-mu asqason deb shunday qurilgan narsa shu iqtisodiy böhron bo'lgan mazgillardan keyin. Hozir azroq mukammallashib, sistemlashib mushoalaga keldi. Bu ijtimoiy sug'urtani elishning o'zining shartlari bor. Sizning yoshingiz 65 yosh, 75 yoshni so'kkan bo'lsangiz, hozirdan boshlab o'ylashsangiz bo'ladi. Yo'ldoshi pensiyaga chiqqan bo'lsa, yana bir jo'ris pensiyaga chiqmagan bo'lsa, yo'ldoshi pensiya puli olgan bo'lsa, jo'risiga shu yo'ldoshi olgan pulning yarmini beradi. Masalan, shunday qoida tuzumlar bor. Shu xil pul muomala bilimlarini biz bilishimiz kerak, hurmatli qarindoshlar. Mayli qayerda yashayotgan bo'lishimizdan kerak, o'zimizga tegishli haqqimizni elishimiz kerak. 20-30 yil, masalan, chet elga chiqqanlarning soni oldiga 30 necha yil bo'ldi-ku. Mishada yoshligimizdan shu davlatlarda ba'doq, ishladik, yashadik, boj to'lagandan keyin o'zimizga tushliq ta'alluq ba'zi bir huquq yoki foydali narsalardan bahramand bo'lishni bilishimiz kerak. Agar uni so'ramasak, izdanmasak, o'zimizga tegishli narsani qo'ldan berib qo'yamiz degan gap. Endi mana yana bir gap bor. 401K, 403B degandek narsalarni men tushuntirib o'tdim. Bularning hammasi shu umumiy pensiya pulining bir qismi. Masalan, siz xususiy shirkatga ishlagan bo'lsangiz, ijtimoiy sug'urtadan pul keladi. Buni to'liqlab siz o'zingizning maoshidan shirkatingiz pul qo'ydi, shirkatingiz pul berdi-ku. Shu shirkatingiz match qilib qo'shib qo'ygan pulni siz shu 401 shirkat ishlagan keyin 401 deb deb shu xil planning ichida qo'ysiz. Bu 1970-yillar baliq kelgan plan. Ya'ni sizning pensiyalik pulingiz uchun hukumatga qarab tursangiz bo'lmaydi. Hukumatning beradigan ijtimoiy sug'urtadan keladigan pul keyin yashangan vaqtingizda sizni moddiy jihatdan g'am-g'ussasiz yashashingizga imkoniyat bermaydi. Shunga o'zingiz hozirgi iste'molingizni kesish orqali pulingizning bir qismini pensiyaga qo'yib mangsangiz, ya'ni o'zingiz to'liqlab mangsangiz, ya'ni hozir qo'ygan vaqtda masalan 23.500 dollar desak, ikki xil usul bor-da. Bir xil an'anaviy, ya'ni hozir qo'ysiz maoshingizdan bir 20 mingni hozir uningga pre-tax deydi, boj to'lashdan burun 80 mingni asos qilib turib boj to'laysiz. Yana birisi boj to'lab, hozirgi maoshingizdan boj to'lab bo'lgandan keyingi qismini qo'yib mangsiz. 401 Ross deb qo'ydi buni. Ammo siz pensiyaga chiqqan vaqtda uni boj to'lamaysiz. Bir ish aniq bo'lsinki, pensiyaga chiqqan vaqtda, pensiya pulini olgan vaqtdami boj ma'lum qiladigan gap. Ya'ni chunki siz hozirgi maoshingizdan boj to'lamadingiz, 20 ming dollarni, keyin pensiyaga chiqqan vaqtda o'chaqda siz necha yuz minglab maosh olmaysiz. Faqat hozirdan boshlab chiqqan pulingizni olasiz. O'chaqda sizning oladigan pulingiz, yillik pulingiz to'van bo'ladi, to'laydigan boj nisbatingizmi to'van bo'ladi. Shunga bularni bilish kerak. Tavsiyam shuki, agar sizning qizingiz, o'g'lingiz hozir xizmatga chiqqan bo'lsa, hozirdan boshlabla pensiya pulinga pul qo'y, tatliq balam deb rag'batlantirib menish kerak. Bu bolalar 10 yildan keyin, 15 yildan keyin sizning shu xil rag'batlantirishingizni qo'shildi, xo'sh. Endi qissa to'g'risi gap tugadi. Uchinchi gap. Bir xabar chiqdi yaqinda, bir necha kun bo'ldi. CNNda anandan keyin muhim medialarda deydi, odamlarning yoshinishi hayotining ikki nuqtasida intayin tez bo'ladi deydi. Ilgari tadqiqotchilar odamning yoshinishi egizdan pastga, odam yashangan sari, masalan, yoshning cho'ng bo'lishiga ergashib, ijtimoiy, moddiy, fizikalik, ya'ni jismoniy jihatdan ojizlab mangdi, shu qobiliyatida, es tuyg'ularda chekinish bo'ladi deymiz-ku. U asta-asta ko'rinmay, bilinmay bo'ladi deb qaragan, ammo
Singapurdagi Nanyang Texnik Universiteti bilan Stanford Universitetininki tadqiqotchilari bir tadqiqot ishlab bayqabdiki, odamlarning ichki fizikalik shu molekulalar birisi 44 yoshga kirgan vaqtda, ya'ni birisi 60 yoshga kirgan vaqtda oson qiyiladigan shu ikki nuqtada. Ya'ni baxil usulda emas, 44 kirganda bir cho'kib ketgan tekis shaklda, ondan asta-asta yana yantuga aylanib, yana 60 kirgan bunda qildi ekan. Sabab nima desa? Aşı molekulluk adamның bədenindəki hüceyrələr bularning qeyrilişi aşına qıldı ekan. Anda o vaxtda nima bo'ldi ekan? Adamның muskullari ağrıydı ekan. Anadan keyin 44 yosh 40 shu vaqtda adamningki may yig'ildi ekanda adamning badanlariga. Shuning bilan bu oxirida yurak kasali, diabet, ananınkin kidney deganimiz börek. Bularni asta-asta buzib ajizlashtirib mangadi ekan. Shunga tavsiyasi nima odamlarning desa, shu tadqiqotchilarning tavsiyasi, meditsina tadqiqotchilarining tavsiyasi ko'proq suv ichib berish kerak deydi. Suv. Andan chiniqib berish kerak deydi. Anankin ichimlik, ya'ni spirit xarakterli narsalarni amal va iste'mol qilmaslik, iste'mol qilgan vaqtda mana oz qilish kerak degan tavsiyani beribdi. Men shuni deb qo'yay dedim qarindoshlarimizga. Uzun, ma'nilik, yaxshi hayot, yarvo'g'ay yaxshi kunlarni ko'rish nasib bo'lg'ay. Shuning uchun buni deb qo'ydim, xo'sh. Ko'proq chiniqayli, suvni ichib berayli. Anandan keyin eng oxirida deydiganim, mush ay mushkullarda biz to'rga bak bog'lanib qoldik, to'r dunyosi. Telefonlarımız, kompüterlarımız her xil el-xat orqali har xil nimalar keladi. Phishing, beliq tutadigan shakldagi har xil, ya'ni naydi buzg'unch xarakterlik yumshoq detallar. Bu sizningki uchurlaringizni egallab, anadan keyin qorong'u to'rlarda setib, uchur o'g'rilari bor deganga. Burun 20 asrlarda neft 20 asrlarda neft oltindan qimmat neft oltin deb qaralgan bo'lsa, bu ay bu kunlarda uchur setib, uchur bilan aloqador ishlarni qilib, nurg'un shirkatlar pul topdi, ammo buning ichida malignant aktorlar bor. Ya'ni nayt vahshiy razilda xalqninki xususiy uchurlarni o'g'irlab setib, bularning keynida odatda qonun tarmoqlari, ya'ni saqchilar, razvedchiklar qaragan vaqtda jinoyatchilar bir qadam ilgarilagan bo'ldi degan qarash va nima desa, jinoyatchilar o'ylanmagan bir jinoyatlarni sodir qildi. Undan keyin uni qonun tarmoqlari uning keyiniga tushib, qiyiqchi sal keyinni qildi. Eventually eng oxirida ish qilib ularni tutdi. Tutgan bilan nurg'un vaqt ketdi, ammo kimga bo'ladi aloqa, nurg'un moddiy jihatdagi yo'qtish, jismoniy jihatdagi, ro'yi jihatdagi jiddichilik, besim desa, shu aldamchilarningki qurboniga aylangan kishilar bo'ladi. Shuna to'r dunyosida mayli hozir bu ay bu kunlarda qalayimqan telefonlar keldi, scam. Bulardan cho'qim diqqat tanımaganni olmaslik kerak. Agar birisi nima qilgan bo'lsa, uchur qilgan bo'lsa, men palonchi deb qilsam, bu ay bu kunlarda kishilarni telefonni olmaydi tanımasa. Masalan, men olmayman. Oy, telefon qilsaq olmaysan deydi kishilar. Telefonimni o'zgartirib deb ben palonchi demay qilsam, men bir tur aldamchisimki, tur qo'yimchisimki deydi ekanman. Kechirla deydigan gap ish tugaydi. Ish tamom va salom. Andan keyin yana bu aldamchilar odamlarningki psixiklik holatini foydalanadigan ishlar bor ekanda. Masalan, xizmat izlagan vaqtda mail linkga chiqarang rezyumengizni yoki yana bir yerga chiqarang, bular ko'rib aktivlik bilan aloqalash deganda biz ishlab beradigan o'rin manda pul versam, manda xizmat topirmiz deb sizningki rezyumengizni, kishilik tarjimalarni ko'rgandan keyin shuni moslashtiriblar, bir narsani yasab chiqargan, bir necha odam keyin aldamchi moslashtirib sizdan endi ish nuqtaga keldi, intervyu qilamiz, buning haqqi manchilik ya $1000 ya $2000. Shu xil aldamchilikning qurboni bo'lganlarni taniyman men. Bilemezdek ola. Şuna muşulağa dikkat qilsaq, bugün muşinçlik olsun, rahmet sizlarga.